Avalka makalının devamı hürmetlik vatandaşım. Çavuşan'ın Birleşken Devletler Teşkilatı Turuşluq Maun elçisi Jill Young 16. günü Birleşken Devletler Teşkilatı'nı mındaq görsetdi. Çavuşan yadro kurallarının hem Amerika bilen söhbet kuruştun vazgeçmeydi. Söhbet fakat Amerika hazır Çavuşan'ı popozu işiltivatkan siyaseten vazgeçiş gerek. Amerika CNN tilsimliq televiziyasi bunda xabar qildi. Çavuşan'ın Birleşken Devletler Teşkilatı Turuşluq Muavin elçisi Jill Young Birleşken Devletler Teşkilatı'nın askar qisqartish komitetiga mundaq dedi. 1970 yıllardan başlap Çavuşan Amerika'nın bevosita yadro tahdidi uchragan birden bir davlat. Şuna biz yadro kuralları bile özümüzde qoğdaşqa hukukluq. O yani mundaq dedi. Amerika Qo'shma Shtatları maxfiy harakat orqali bizden davlat rahbarimizni bir taraf qilmoqchi bo'lib o'tdi. Bu intayin xatarli. Jill Young o navbatda Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi rakislarisining Çavuşan krizisini diplomatik yo'llar orqali hal qilish tashabbusi qarta Jill Young mundaq javob qaytardi. Çavuşan yerim orli vaziyeti allaqachon nol nuqtaga kelib qoldi. Har vaqt yadro urushi portlash oldida turibdi. O yana ilgirlab mundaq dedi. Amerikaning navbatdagi Çavuşan siyosati va yadro qurollari popozisi amaldan qoldirilmaydi ekan. Çavuşan har qanday ahvol ostida yadro qurollari va raketa qurollarini suhbat ustiga qo'ymaydi. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi rakislarisi 15 kuni mundaq ko'rsatdi. Çavuşan meselesini hal qilish uchun birinchi bomba yerga tushishdan burun Amerika Çavuşan krizisini diplomatik yo'llar bilan bir taraf qilishga tirishchilik ko'rsatdi. Bu rakislarning siyosati mana shunday siyosat vatandoshim nima deydi? Çavuşan meselesini hal qilish uchun Amerika Qo'shma Shtatlari birinchi bomba yerga tushishdan burun Amerika Çavuşan krizisini diplomatik yo'llar bilan bir taraf qilishga tirishchilik ko'rsatdi. Agar bundan burun Amerika Qo'shma Shtatlarining agar emas, bundan burun Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump Twitterga qattiq fikr qoldirib, men davlat ishlar kotibi so'nggi degan edim. Çavuşan bilan suhbat o'tkazishga urinish butunlay vaqt isrofchiligi degan edim deb ko'rsatgan bo'lsa-mu. Çavuşanning yadro iqtidor to'g'risida Jill Young to'liq ishonchga ega bo'lib turib, mundaq deb ko'rsatdi. Çavuşan 6 qatim yadro sinig'i elib berish orqali raketasini elib berish orqali mukammal yadro davlati bo'lish yo'liga qarab mangdi. Çavuşan yadro urushi qo'zg'ash iqtidoriga ega. Bu yanıma qattiq ifoda bildirib mundaq ko'rsatdi. Butkul Amerika tuproqlari Çavuşanning raketalari yetib bora oladigan doirada. Agar Amerika jur'at qilib bizning muqaddas tuproqlarimizning har qanday bir parchasiga tajovuz qiladi ekan, dunyoning bulunmuş haqlariga qochib ketsa-mu, bizning jazolashimizdan qochib qutula olmaydi. Bu Çavuşanning po'chiligi ekan bu. Amerika armiyasi navbatda Reagan belgilik avomatkini Çavuşan yerim orlig'i avatdi. Haftaning birinchi kundan boshlab Çavuşan yerim oralida 10 kun harbiy manevr o'tkazildi. Jill Young yana mundaq dedi. Çavuşan harbiy manevrga qatnashmagan boshqa davlatlarni hargiz nishonga olmaydi. Bu davlatlar Amerikaning Çavuşanga qaratgan harbiy harakatlariga qatnashmaydiganlar bo'lsa, bizning bu davlatni nishonga elish va bu davlatlarga yadro qurollarimiz, raketa qurollarimizni ishlatish niyatimiz yo'q. Demak, Çavuşan musha alpozda dunyoga, Osiyoga,
Amerika ve Amerika'nın ittifakdaşları tehdit selişke başladı. Bu ahirki cümle bizden tehdilimiz. Çavuşan'ın keyinde kim var? Kim Çavuşan'ın muş dereceye elip geldi? Kim Çavuşan'ın muşunda değdeği saldı? Kim Çavuşan'ın yadro kuralları ve rakıda kuralları arkalık dünyaya tehdit selüvat? Bu sualga vatandaşlar onaylı cevap tapalayız.